Negadir bugun uyg'onishim bilan miyam bitta buyruq berdi: shashlik. Shunaqa ishtaham ochildiki, turmush o'rtog'imni qo'yarda qo'ymay Eldor shashlikka boramiz deb ular bilan diplomatik muzokara o'tkazdim. Erim avvaliga tishing og'riyapti-yu, go'sht qanaqa yeysan deb meni rosa xafa qildilar. Lekin men ham bo'sh keladigan odam emasman. Sovuq havoda go'shtli ovqat ko'proq yeyish kerak, immunitetga foyda deb erimni ilmiy gaplarim bilan ishontirib oilaviy yo'lga chiqdik. Xullas keldik. Bu yerda halol, toza go'shtlardan 30 xil shashlik tayyorlanar ekan. Men 4-5 tasini nomini bilaman xolos. Ta'mizi shunaqangi mazza, keyin boshqa joydan shashlik yegiz kelmay qoladi. Bu aniq. Bu joy choyxona emas, restoran. Shashlikdan tashqari suyuq ovqatlar, xamirli, go'shtli taomlar, salatlar ham bor. Oilaviy kelishga, dugonalar bilan gap-paplarga, tug'ilgan kun, yig'inlarga, hatto yangi yil korporativlari uchun ham juda qulay. Erinchoqlarga dastavka ham bor. 40 ming top kelishadi. Bizni hozir chiqaman adasi deganimizdan ham tezroq. Shashliklari juda yumshoq, sochli. Tish og'risa ham bemalol yesa bo'lar ekan. Eng asosiysi narxlari. Ko'rib turganinglardek betga kelish uchun nimalardir sotishingiz shart emas. Manzil shahar markazi, eski ekskavator zavodi taraf. Yandexga Volga yoki Eldor shashlik deb yozsangiz chiqadi. Xullas, Eldor shashlik ta'mini bildi-yu, uyda ovqat qilmaydigan bo'ldi. Shashlik yegani, oilaviy kelish mumkin bo'lgan, men tavsiya qiladigan yagona joy shu.